Chamandan sizlar uchun zo'r chek topib qo'ydik. Tayyor uyi ham bor, 2 xona, 3 xona, xullas yashagani tayyor. Kirib maza qilib yashaysizlar, mahallalar asfalt, qo'ni-qo'shnilar yashaydi. Katta yo'lga bitta ko'cha bu tomonida, xullas zo'r joy. Ponni mahalla yashaydi, bitta shu joy qolgan. Olsalar ham maza qilib yashaysizlar, qator ko'ramiz. Xolasalar ham proyektlangan mosdan boshqatdan uy solsalar ham bo'ladi. Mana darvozaxona bu tomonga ham bir xona bo'ladi. Bu tomonimizda 3 ta xona mavjud, 4 ta xona mavjud ekan, ko'rib turibsizlar. Bu yerda eski yog'ochlardan bo'lgan. Xolasalar buni buzib tashlab turib, xudo xolasa, ichida ancha-muncha yog'och chiqadi. Bemalol 4 xona, 5 xonaga yog'ochi bilan tayyor. Xullas, olib maza qilasizlar. Xullas, bu tomonimizda mevali daraxtlar ko'rib turibsizlar. Огородlarni bu qator ko'rsating. Xullas, zo'r joy, olib foydalanadigan joy. Ushbu joyning narxini 35 ming so'rayapti egalari, ozgina o'tib berishadi. Telefon qilaverasizlar. Yerda narxida xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Chek so'ragan chamanli akalarni jo'natib qo'yamiz.